Xotinga aytganman, o'rayni yaxshilab yuvib berkitgan, bo'lmasa achib qoladi deganman. Ahvolni qaranglar. Endi nima qilamiz buni? Endi juda qilib tashlaymiz, qaranglar. Ratan stullarini oynalari eng zo'ridan bo'ladi, sinmaydigandan bo'ladi. Hattoki ustiga bankani tashladik. Endi mana bunday qilib tashlasak ham sinmaydi. Nomer 1 ustalardan, birinchi qo'ldan bo'ladi. Ko'rib turganlaring, xo'p, deko fasonimiz 6 talikga keladigan bo'lsak, 3,5 million so'm. Endi mana bu deko fasonimizga keladigan bo'lsak, qadrdonlar ko'ryapsiz, 8 talik, 4,5 million so'm 8 taliga. Buni aynan 6 talikga keladigan bo'lsak, 3,5 million so'm deko fasonlarimiz. Mana bu bilan buni ancha farqi bor. Nimaga qimmat deganlarga ancha mehnati bor, ancha material ko'p ketadi. Bunisiga keladigan bo'lsak, mana 4 talik dekolarimiz, xo'p, 1 million 800 ming so'm, 6 taliga keladigan bo'lsak, 2,5 million so'm, 8 taliga keladigan bo'lsak, 3,5 million so'mdan. Biz bugun stullarni bog'idamiz. Qadrdonlar, dastavkalar kelishilgan holda bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab. Pastda nomer qoldirganmiz, aloqaga chiqa olasizlar. Xohlasalar mana bunday mix variantlarda qilib berishadi. Buni ham 6 taliga atiga qadrdonlar 2,5 million so'mdan. Mana bu mix variant nima deyapti? Undan tashqari ana bu kachelalarimiz. Kachelarimizni 2 kishiligi 1 million 900 ming so'm, 1 kishiligi 1 million 700 ming so'm. Pastda nomer qoldirganmiz, aloqaga chiqa olasizlar.